Aziz tomoshabinlar, bugun men siz bilan juda muhim mavzuni muhokama qilmoqchiman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. So'nggi paytlarda pensiya ta'minoti bilan bog'liq ba'zi o'zgarishlar yuz berdi va ko'plab pensionerlar bu haqda yetarlicha ma'lumotga ega emaslar. Agar kerakli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etmasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Pensiya to'lovlari to'xtatilishi, ortiqcha to'langan summalarni qaytarish zarurati va hatto jarimalar kabi yoqimsiz holatlar yuzaga kelishi mumkin. Sizga atigi 10 kun muhlat berilganini bilasizmi? Bu muddat ichida nimalarni xabar berish kerakligini tushunib olishimiz shart. Ushbu video sizni barcha nozik jihatlar bilan tanishtiradi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Kanalimga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishi va ko'plab yurtdoshlarimizni kutilmagan muammolardan qutqarish uchun juda muhimdir. Muammoning asosiy ilgari pensiya tizimida ma'lumotlarni yangilash odatda yiliga bir marta yoki zarurat tug'ilganda amalga oshirilardi va bu holatda aniq bir muddat ko'pchilik tomonidan jiddiy qabul qilinmas edi. Ba'zan pensionerlar o'z hayotidagi o'zgarishlar haqida bir necha oy, hatto bir yil o'tib xabar berishardi va bu jiddiy oqibatlarga olib kelmasdi. Eng yomoni pensiya miqdori ortiqcha to'langan bo'lsa, u keyingi to'lovlardan ushlab qolinardi. Biroq hozir vaziyat biroz o'zgardi. Pensiya jamg'armasi va tegishli organlar pensiya to'lovlarining aniqligi va adolatliligini ta'minlash maqsadida qonunchilikka o'zgartirishlar kiritdi. Chunki davlat budjeti mablag'larini samarali sarflash va har bir fuqaroga belgilangan qonuniy pensiya miqdorini aniq yetkazish ustuvor vazifa hisoblanadi. Xususan ayrim turdagi muhim o'zgarishlar ro'y berganda, pensionerlar bu haqda pensiya jamg'armasiga ilmiy ish kuni ichida xabar berishlari shartligi belgilab qo'yildi. Bu yangi qoida ko'pchilik uchun kutilmagan bo'lishi mumkin, ammo uning sabablari aniq. Pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi holatlarni tezkor aniqlash va ortiqcha to'lovlarni oldini olish. Davlat nafaqasi faqatgina qonuniy asosga ega bo'lgan shaxslarga belgilangan miqdorda to'lanishi kerak. Agar biror kishi pensiya olish huquqini yo'qotsa yoki uning miqdori kamayishi kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu haqda imkon qadar tezroq bilishi lozim. Aks holda ortiqcha to'langan mablag'ni keyinchalik undirish murakkab jarayonga aylanadi va bu ham davlatga, ham pensionerning o'ziga ma'lum bir noqulayliklar tug'diradi. Shu sababli 10 kunlik muddat joriy etildi. Bu muddat juda qisqa bo'lib tuyulishi mumkin, lekin uning ahamiyatini tushunib yetish va unga rioya qilish har bir pensioner uchun juda muhimdir. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olsin va kimlar olmasin keling. Pensiya ta'minotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va 10 kun ichida xabar berishingiz shart bo'lgan asosiy holatlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Bu o'zgarishlar sizning pensiya miqdoringizga, uning turiga yoki umuman pensiya olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bir ishga joylashish bu eng keng tarqalgan holatlardan biridir. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ishga joylashsangiz, bu sizning pensiya to'lovingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ba'zi turdagi pensiyalar, masalan, yoshga doir pensiya oluvchilar, agar ular ishlasalar ham pensiyalarni to'liq olishda davom etishlari mumkin. Ammo ba'zi turdagi pensiyalar, masalan, imtiyozli pensiyalar, xizmat yillari uchun pensiyalar yoki nogironlik pensiyalari ishga joylashish bilan qayta ko'rib chiqilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Keling, real hayotiy misolni ko'rib chiqaylik. Otabek amaki 65 yoshda uzoq yillar mexanik bo'lib ishlagach, yoshga doir pensiyaga chiqqan edi. Bir necha yil o'tib, u o'zini zerikkanini his qildi va qo'shimcha daromad topish maqsadida kichik bir ishlab chiqarish korxonasiga farrosh bo'lib ishga kirdi. Bu ish unga oyiga minimal ish haqidan biroz ko'proq, aytaylik 1 million so'm daromad keltirardi. Uning fikricha, bu kichik daromad uning pensiyasiga ta'sir qilmaydi. Chunki u endi rasman pensioner. Ammo Otabek amaki ishga joylashganda 10 ish kuni ichida pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. 6 oy o'tgach, pensiya jamg'armasi soliq idoralaridan olingan ma'lumotlar asosida Otabek amakining rasmiy daromadga ega ekanligini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, uning pensiya turi ish staji bilan bog'liq bo'lganligi sababli ishga joylashganligi uning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi kerak edi. Ya'ni pensiya to'lovi kamayishi yoki hatto vaqtincha to'xtatilishi lozim edi. Natijada Otabek amaki 6 oy davomida ortiqcha to'langan jami 9 million so'm, 5 million so'm 6 oy pensiya mablag'ini qaytarish talabi qo'yildi.
Bu mablag'ni birdaniga qaytarish uning uchun juda katta moliyaviy yuk bo'ldi. Bundan tashqari qonunchilikka binoan o'z vaqtida xabar bermaganlik uchun ma'lum miqdorda jarima ham solinishi mumkin. 2. Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini boshlash. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib daromad ola boshlasangiz, bu ham pensiya jamg'armasiga xabar qilinishi kerak bo'lgan holat hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromadlar ham rasmiy daromad hisoblanadi va pensiya turiga qarab pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Misol, Zuhra xola 7000 yoshda nafaqaga chiqqanidan so'ng uyda pishiriqlar tayyorlab sotishni boshladi. Oldinlari u buni norasmiy tarzda qilardi, lekin yaqinda u rasmiy ravishda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tdi va o'z ishini qonuniylashtirdi. Bu unga o'yga aytaylik 2 million so'm atrofida daromad keltira boshladi. Zuhra xola ham ishga joylashish bilan bog'liq qoidalardan bexabar edi va tadbirkorlik faoliyatining pensiyaga ta'sir qilishini o'ylamadi. U ham 10 ish kuni ichida pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. 4 oy o'tib pensiya jamg'armasi uning tadbirkorlikdan olgan daromadlari haqida bilib qoldi. Natijada Zuhra xolaga 8 million so'm ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish talabi qo'yildi va bu uni anchagina xafa qildi. Chunki u bu mablag'ni o'z biznesini kengaytirishga sarflab ulgurgan edi. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar juda muhim. Masalan, agar pensiya oluvchi farzand bondage yoshga to'lsa va kunduzgi bo'limda o'qishini davom ettirmasa, unga pensiya to'lovi to'xtatilishi kerak. Yoki agar pensiya oluvchi beva ayol yoki erkak yangidan turmush qursa, ba'zi hollarda bu ham pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Misol, Marhamat opa o'zining turmush o'rtog'i vafot etgandan so'ng boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olar edi. Bu pensiya uning voyaga yetmagan 2 farzandi uchun ham to'lanardi. Kichik o'g'li Jahongir 12 yoshga to'ldi va kollejga o'qishga kirmadi, ishga joylashdi. Marhamat opa o'g'lining 12 yoshga to'lganini va ishga kirganini pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi. Chunki o'qishga kirmaganligi sababli pensiyaning shu qismi to'xtatilishi kerak edi. 3 oy davomida Jahongirga tegishli pensiya ulushi noto'g'ri to'lab berildi. Bu oyga 500 ming so'm miqdorida edi. Pensiya jamg'armasi bu xatoni aniqlagach, Marhamat opadan 21 million so'm ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarishni talab qildi. Marhamat opa bu vaziyatdan juda siqildi. Chunki u pulni boshqa ehtiyojlariga ishlatib bo'lgan edi. Doimiy yashash joyining o'zgarishi. Agar siz doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib ketsangiz yoki hatto O'zbekistonning boshqa hududiga ko'chib o'tsangiz, bu ham ba'zi hollarda pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Xususan, chet elga doimiy yashashga ketish O'zbekistonda pensiya olish huquqini o'zgartirish yoki to'xtatishi mumkin. Agar O'zbekistonning ushbu davlat bilan pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomalari bo'lmasa. Misol, Anvar aka 75 yoshda. Farzandlari chaqirig'i bilan doimiy yashash uchun AQShga ko'chib ketdi. U o'zining O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishni unutmadi. Ammo u buni ketganidan 1 oy o'tib qildi. Afsuski, u 10 kunlik muddatni esidan chiqargan edi. Pensiya jamg'armasi uning ketgan sanasidan boshlab pensiya to'lovini to'xtatish haqida qaror qabul qildi. Lekin 1 oylik pensiya unga ortiqcha to'langan edi. Bu taxminan 2 million so'mga yaqin summani tashkil etardi. Pensiya jamg'armasi bu mablag'ni qaytarishni talab qildi va chet eldan turib bu masalani hal qilish Anvar aka uchun ancha murakkab jarayon bo'ldi. 5. Nogironlik guruhining o'zgarishi yoki bekor bo'lishi. Agar siz nogironlik pensiyani oluvchi bo'lsangiz va tibbiy ko'rik natijasida nogironlik guruhingiz o'zgarsa, masalan, 2-guruhdan 3-guruhga o'tsangiz yoki umuman nogironlik holatingiz bekor bo'lsa, bu haqda darhol xabar berishingiz shart. Nogironlik guruhi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Misol, Dilfuza opa 2-guruh nogirini sifatida pensiya olardi. Navbatdagi tibbiy ko'rikdan so'ng uning sog'lig'i yaxshilanganligi sababli uning nogironlik guruhi 3-chi o'zgartirildi. 3-guruh nogironlik pensiyasi miqdori 2-guruhnikidan kamroq. Dilfuza opa ko'rikdan o'tgan sanasidan boshlab ish kuni ichida pensiya jamg'armasiga yangi ma'lumotni taqdim etmadi. 1,5 oy o'tgach, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMIdan kelgan ma'lumotlar asosida pensiya jamg'armasi Dilfuza opaga o'zgarish sodir bo'lgan kundan boshlab ortiqcha to'langan pensiya summasini taxminan 7,5 ming so'm qaytarishni talab qildi. Bu Dilfuza opa uchun kutilmagan zarba bo'ldi.
Kimlar xavotir olsun va kimlar olmasın. Xavotir olish kerak bo'lganlar, yuqorida sanab o'tilgan holatlardan bir o'rtasi hayotida sodir bo'lgan har qanday pensioner. Agar u hali bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsa, ayniqsa o'zgarishlar so'nggi 10 ish kuni ichida sodir bo'lgan bo'lsa, sizda zudlik bilan harakat qilish uchun juda oz vaqt borligini unutmang. Bu ro'yxatdagidek vaziyatga duch kelgan har bir inson zudlik bilan pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishi kerak. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar, agar sizning yuqorida sanab o'tilgan holatlarda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, xavotir olmashingiz shart emas. Sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblab chiqilgan va davlat sizga belgilangan muddatda to'lab berishda davom etadi. Shunchaki kelajakda bunday holatlar yuzaga kelganda ehtiyotkor bo'lishingiz va ushbu videoda berilgan tavsiyalarga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Istisnolar, tuzoqlar va aniq tafsilotlar har qanday qoida kabi bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar. Pensionerlar uchun tuzoq bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar va e'tibor berilishi lozim bo'lgan noaniq tafsilotlar mavjud. Ularni bilish sizni yanada ko'proq muammolardan himoya qiladi. Istisnolar beri. Pensiya turiga qarab farqlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, barcha pensiya turlari bir xil tartibda ishga joylashishga yoki daromadga reaksiya bermaydi. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchilar uchun ishga joylashish holati. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga nisbatan boshqacharoq talablarga ega bo'lishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham yoshga doir oddiy pensiya oluvchilar ishlasalar ham pensiyalarni to'liq olishda davom etishlari mumkin. Biroq bu har doim ham shunday emas va bu holat har bir alohida pensiya turi uchun qonunchilikda aniq belgilangan bo'ladi. Shuning uchun agar siz ishga joylashsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aynan sizning pensiya turi uchun qanday qoidalar amal qilishini aniqlashtirib olishingiz shart. Mening pensiyamga ta'sir qilmaydi deb taxmin qilish jiddiy xatoga olib kelishi mumkin. Kichik vaqtinchalik yoki mavsumiy ishlar, ba'zi bir kichik vaqtinchalik yoki mavsumiy ishlar, masalan, tomorqada yetishtirilgan mahsulotni bozorda sotish, qo'l mehnati evaziga topilgan kichik daromadlar yoki bir martalik xizmatlar ko'rsatish kabi faoliyat. Agar u rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa va daromadi belgilangan miqdordan oshmasa, darhol xabar berishni talab qilmasligi mumkin. Biroq ehtiyot bo'lish kerak. Agar bu faoliyat muntazam tus olsa va daromad doimiy ravishda ortib borsa, u rasmiy tadbirkorlik yoki ishga aylanishi mumkin. Har qanday shubhali holatda pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish har doim afzaldir. Masalan, Gulnora xola har yili yozda o'z hovlisidagi mevalarni bozorda sotardi va bu uning uchun qo'shimcha daromad edi. U bu faoliyatni rasmiylashtirmagan va uning daromadi minimal edi. Bu kabi holatlar odatda hisobga olinmaydi. Lekin agar Gulnora xola mini bog'cha ochib, u yerdan muntazam daromad ola boshlaganda, bu boshqa masala bo'lardi. Tuzoqlar bir qonunni bilmasdim degan bahona qonun oldida uzr hisoblanmaydi. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar haqida muntazam ravishda xabardor bo'lib turish har bir pensionerning o'ziga bog'liq. Hukumat organlari, pensiya jamg'armasi, mahalliy hokimiyatlar va ommaviy axborot vositalari bu haqda muntazam ma'lumot berishga harakat qiladi. Lekin pensionerlarning o'zlari ham faol bo'lishlari lozim. Bu kabi YouTube kanallariga obuna bo'lish, mahalladagi keksa avlod vakillari bilan suhbatlashish yoki pensiya jamg'armasiga muntazam murojaat qilish orqali ma'lumotlarni yangilab turish mumkin. 2. Boshqalarga ishonish. Ko'pchilik ish beruvchi xabar beradi yoki mahalladan xabar boradi deb o'ylaydi. Ish beruvchilarning soliq organlariga va ijtimoiy himoya tashkilotlariga ma'lumot berish majburiyati mavjud. Xuddi shunday. Mahalliy davlat organlari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalla qo'mitalari ham aholi holatidagi o'zgarishlar haqida ma'lumotlarni yig'adi va tegishli organlarga yetkazishi mumkin. Biroq bu sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Pensiya oluvchining o'zi ham o'zgarishlar haqida bevosita pensiya jamg'armasiga xabar berishi shart. Agar ish beruvchi kechiksa yoki mahalla ma'lumotni yetkazishda xatoga yo'l qo'ysa, yakuniy javobgarlik baribir pensionerning zimmasida bo'ladi. Siz har doim o'zingizning majburiyatlaringizni shaxsan bajarishingiz kerak. O'tim, kichik daromad ahamiyatsiz degan fikr. Ba'zi pensionerlar kichik miqdordagi daromad yoki vaqtinchalik ish pensiyaga ta'sir qilmaydi deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri fikr. Pensiya hisoblash tizimi juda murakkab bo'lib, har bir daromad turi va uning miqdori pensiya miqdoriga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.
hattoki ozgina daromad ham ba'zi pensiya turlarini qayta ko'rib chiqishga asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu juda kichik. Pensiya jamg'armasi bunga e'tibor bermaydi degan xayolga bormang. Har qanday rasmiy daromad manbai haqida xabar berish to'g'ri va ishonchli yo'ldir. Noaniq tafsilotlar 1. Ish kuni va kalendar kuni tushunchalari. 10 kunlik muddat deganda odatda ish kunlari tushuniladi. Ya'ni dam olish kunlari shanba va yakshanba va rasmiy bayram kunlari bu muddatga kirmaydi. Bu juda muhim tafsilot. Masalan, agar o'zgarish juma kuni sodir bo'lgan bo'lsa, ertasi kun va yakshanba hisobga olinmaydi va muddat dushanbadan boshlab hisoblanadi. Shunga qaramay, har doim imkon qadar tezroq harakat qilish tavsiya etiladi. Muddatni hisoblashda adashmaslik uchun o'zgarish sodir bo'lishi bilan birinchi ish kunida pensiya jamg'armasiga murojaat qilish eng yaxshi yo'l. 2. O'zgarish sodir bo'lgan sana va ma'lumotni tasdiqlash sanasi. Bu yerda ham chalkashliklar bo'lishi mumkin. Muddat o'zgarish sodir bo'lgan sanadan boshlab hisoblanadi. Ma'lumotni rasmiy hujjat bilan tasdiqlash sanasidan emas. Masalan, siz ishga sanada joylashdingiz, lekin ishga kirish buyrug'ini bir hafta o'tib oldingiz. Muddat ishga joylashgan sanadan boshlab hisoblanadi. Yoki nogironlik guruhi sanada o'zgardi, ammo yangi ma'lumotnoma bir necha kundan so'ng qo'lingizga tegdi. Pensiya jamg'armasiga xabar berish muddati nogironlik guruhi o'zgargan sanadan boshlab hisoblanadi. Shu bois o'zgarish ro'y berishi bilan darhol harakatga tushish kerak. 3. Mahalla qo'mitalarining roli. O'zbekistonda mahalla tizimi juda rivojlangan. Mahalla qo'mitalari orqali ham fuqarolarning ahvolidagi o'zgarishlar haqida ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga yetkazilishi mumkin. Ba'zi hollarda pensionerlarning yashash joyi yoki oilaviy ahvolidagi o'zgarishlar mahalla tomonidan pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda yetkazilishi mumkin. Shuning uchun mahalla faollari bilan yaxshi aloqada bo'lish va ularni o'zgarishlar haqida xabardor qilib turish foydadan xoli emas. Ammo bu sizning shaxsiy mas'uliyatingizni kamaytirmaydi. Shunchaki qo'shimcha bir nazorat mexanizmi xolos. Amaliy maslahatlar. Nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizning hayotingizda pensiya ta'minotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarish yuz bergan bo'lsa, nima qilishingiz kerak? Bu yerda sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. 1. Hech qachon kechiktirmang o'zgarish sodir bo'lishi bilan. Birinchi navbatda muddatni eslang, 10 ish kuni vaqtni cho'zmasdan darhol harakat qiling. Bu sizni ortiqcha bosh og'riqlardan va moliyaviy yo'qotishlardan qutqaradi. Agar siz o'zgarish sodir bo'lganini kechroq bilib qolsangiz ham, muddat o'tgan bo'lsa ham, baribir zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Kechikib xabar berish umuman xabar bermaslikdan ko'ra yaxshiroqdir. Bu sizning mas'uliyatingizni biroz yengillashtirishi mumkin. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin. Barcha kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bu jarayonni tezlashtiradi va vaqtingizni tejaydi. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. O'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar aynan qaysi o'zgarish ro'y berganiga qarab, quyidagi hujjatlardan biri yoki bir nechtasi kerak bo'lishi mumkin. Ishga joylashish holati uchun mehnat shartnomasi, buyruq nusxasi, mehnat daftarchasidagi yozuv nusxasi, tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma nusxasi, oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar uchun tug'ilish guvohnomasi, masalan farzand voyaga yetganida, nikoh guvohnomasi, yangidan turmush qurgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi, agar boquvchini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lsa va undan o'lim holati yuz bersa, farzandning o'qishini davom ettirmaganligi haqida maktab yoki kollejdan ma'lumotnoma agar talab qilinsa, yashash joyining o'zgarishi uchun doimiy propiskadan chiqish va yangi joyga propiskaga turish haqidagi ma'lumotlar, chet el ketganlik haqidagi hujjat, masalan, pasportdagi shtamp nusxasi, nogironlik guruhining o'zgarishi yoki bekor bo'lishi uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TEK xulosasi yoki ma'lumotnomasi. Har bir hujjatning asli va nusxasi bo'lishi shart. Ko'pincha pensiya jamg'armasi xodimlari aslini ko'rib tasdiqlab, nusxasini o'zlarida olib qolishadi. Uch, qayerga murojaat qilish kerak? Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi. Bu sizning eng asosiy manzilingiz. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerdagi mutaxassislar sizning masalangizni ko'rib chiqishadi va kerakli choralarni ko'rishadi. Davlat xizmatlari markazlari,
So'nggi yillarda davlat xizmatlari markazlari juda ko'plab davlat xizmatlarini bir joyda taqdim etmoqda, jumladan pensiya masalalari bo'yicha ham. Bu markazlar ko'pincha pensiya jamg'armasidan ko'ra qulayroq joylashgan bo'lishi mumkin va navbatlar kamroq bo'ladi. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda ham yordam berishadi. Murojaat qilishdan oldin davlat xizmatlari markazlari pensiya bilan bog'liq aynan sizning masalangizni hal qila olishiga ishonch hosil qiling. Telefon orqali yoki veb-sayt orqali aniqlash mumkin. 4. Nima yozish kerak ariza namunasi? Pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganingizda sizdan yozma ariza talab qilinadi. Ko'pincha ularda tayyor ariza blankalari bo'ladi. Siz shunchaki o'z ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Agar blanka bo'lmasa, quyidagi mazmundagi arizani qo'lda yozishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi shahringiz, tumaningiz bo'limi boshlig'iga, davlat xizmatlari markazi shahringiz, tumaningiz boshlig'iga men fish, familiya, ism, sharifingizni to'liq yozing. Pensiya guvohnomasi raqami. Pensiya guvohnomangiz raqamini yozing. Tug'ilgan sanangizni yozing. Pasport seriyasi va raqami. Pasport seriyasi va raqami. Yashash manzilim, to'liq yashash manzilingizni yozing. Telefon raqamim. Aloqa uchun telefon raqamingizni yozing. Ariza men sanatdan boshlab hayotimda pensiya ta'minotimga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarish sodir bo'lganligini ma'lum qilaman. Xususan, bu yerda o'zgarish turini aniq va ravshan yozing. Masalan, ishga joylashdim. Yaqin tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini boshladim. Oilaviy ahvolim o'zgardi. Farzandim Jahongir 12 yoshga to'ldi va o'qishini davom ettirmayapti. Yoki nogironlik guruhim 2-dan 3-ga o'zgardi va hokazo. Ushbu o'zgarishlar munosabati bilan pensiyamni qayta hisoblashni, pensiya to'lovini to'xtatishni, tegishli variantni qoldiring so'rayman. Arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi deydi. Hujjatnoma, masalan, mehnat shartnomasi nusxasi 2. Hujjatnoma, masalan, yaqin tartibdagi tadbirkorlik guvohnomasi nusxasi 3. Hujjatnoma, masalan, tabiiy xulosasi nusxasi. Kerakli hujjatlarni ro'yxatlab chiqing. Mazkur ariza va unga ilova qilingan hujjatlar asosida tegishli choralarni ko'rishingizni so'rayman. Hurmat bilan, ism sharifingiz sanaga 5. Hujjatlarning nusxalarini saqlab qo'ying. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga topshirgan har bir arizangiz va hujjat nusxangizning o'zingizda ham nusxasi qolishi shart. Ariza qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydiring. Qabul qilgan xodimning ism sharifini, lavozimini va sanasini yozdirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishida sizning dalilingiz bo'lib xizmat qiladi. Raqamli variantda murojaat qilsangiz, elektron qabul qilinganlik tasdig'ini, kvitansiya yoki xabarnoma saqlab qo'ying. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, pensiya ta'minoti bilan bog'liq har qanday o'zgarish haqida 10 ish kuni ichida xabar berish juda muhim. Bu sizni kelajakdagi jiddiy muammolardan xalos etadi va qonunga rioya qilgan holda tinchlikda hayot kechirishingizga yordam beradi. Unutmang, davlat pensiya to'lovlarining adolatli va aniq bo'lishini ta'minlashga intiladi va bu jarayonda sizning faol ishtirokingiz katta ahamiyatga ega. O'zgarishlarni o'z vaqtida xabar berish bu sizning majburiyatingiz, ammo ayni paytda sizning huquqlaringiz himoyasidir ham. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi va siz ushbu muhim ma'lumotlarni o'zingizning, oilangiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'rasiz. Sizning fikringiz qanday? Qaysi o'zgarishlar haqida xabar berish kerak deb hisoblaysiz? Izohlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Biz har bir fikrni o'qib chiqamiz. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi, foydali videolarni tayyorlashda ilhom beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha